Qat-qat chiqadigan bulochka pishiramiz. Yarim litr iliq sutga 4 osh qoshiq shakar, 4 osh qoshiq un, 1 osh qoshiq dro'jja solib, opora tayyorlab olamiz. Yarim soatda oporamiz tayyor bo'ladi. Kattaroq idishga bo'shatib olamiz. Qo'shni tovug'idan 4 dona tuxum olib chaqib solamiz. 4 osh qoshiq o'simlik yog'i ham qo'shamiz. 4 osh qoshiq shakar qo'shib, unga razrixlitel vanilin solib, yumshoqqina xamir qoramiz. Tayyor xamirni o'rab, issiq joyga 1 soatga oshirishga qo'yib qo'yamiz. Oshgan xamirni 5 ta zuvalachalarga bo'lib olamiz. Uy sharoitida erigan margarinni 5 bo'lakka bo'lib, har bir zuvalani yoyib, margarinni surib chiqamiz. Va xuddi shu shaklda o'rab, muzlatgichga yana yarim soatga qo'yib qo'yamiz. Muzlatgichdan olib, har bir zuvalani dumaloq qilib yoyib, xohlagan shaklda o'rab olishingiz mumkin. Bulochkalarni tugib 180 gradus haroratda pishirib olamiz. Tayyor qiyomga ozgina suv qo'shib qaynatib olib, bulochkalar ustidan surib chiqamiz va xohishga ko'ra yasatib olamiz. Bizga obuna bo'lib kuzatib boring va o'zingizga videoni saqlab qo'ying.